Salam qarindoshlar, hammangni ajoyib vaqt guldi güzel bo'lsin. Men Şayarlıq dostumlar Aygül'dün hammangizga mehrim bilan egilib turib salamlarımı yasaysiz to'rdoshlarim. Bugun ma bu ekran yuziga chiqmag'ili 10 necha kun bo'pti to'rdoslar. Buning sababi bo'lsa, mana shu qishqurun so'xta o'zim so'q o'tkazib oldimmi, ash o'pgan pudab, ash gap qilsam ash o'pgan pudab shuni bilan mana shu doktorxonada yetib davolanib, ma ekran yuziga ovoz so'zlab chiqib bo'lamdim to'rdoslar. Dokunim ba'zan kunlari taqilib qolgan bo'ldi, ba'zan kunlari normal ichilib maldi. Shu sababdan mana shu dokunumga ba'zanlaring tilpi urdinglar, mana shu Aqsuning 10 su naisidan, Kuchadin, mana shu yaqin qo'shnilardan, shu atachini dokunuga borildi degan shaya tarmoq vakantoq deb. Men ma doktorxonada bo'lib qoldim, 2 kun to'xtab keling deb ashna degan bo'ldim. Mana shu Aqsuning Avatdan, 10 su naisidan, mana Bayden Aqsuninki. Anadan keyin mana shu Kuchaninki 7-rayondan mushundaq kelgan to'rdoshlar bek ko'p bo'ldinglar aziz to'rdoshlar. Shu yurakning azobini tatib baqqan bo'lg'achqa qalqansimon baz o'sma deb bu kasaldan kelma og'irg'in tatib baqqan bo'lg'achqa o'zim saqayg'achqa sizlar xalqimga davomli tuyjan qilib chiqyapman. Garchi tuyjan qilib bo'lamsammi mush qiz bola mushuna kasal tatib saqaygan deb ana shu dokunimga izlab kelib telefon urish orqali mana shu atachiniki mahsulotini xotanga berish sharoitingda bo'lmay qolib qolsa mana shu kasanglar diagnoz qog'ozingni men xotanga yo'llash orqali anadan kesilgan kasalligiga diagnozni xotanda qo'yib, mandaq kasalga ma'qul mahsulotni baslar degan holatda ashuna bir vatma to'rdoshlar unimini yeb o'zinglar haliqi yaxshi bo'lgan gap so'zinglarni undidarda qoldirib qo'yatsizlar. Meningdan shunchalik sizlar xush bo'ldinglar. Men sizlardan shunchalik minnatdor bo'ldim. Tor dunyosida ko'rib, sizga ishonib keldik Aygul xonim deb. Şuna meni mana shu jutdan o'zlariningki o'z sog'lomligi uchun qo'llayotgan barcha to'rdoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. Dukuningizning o'rni Shayaning qayerda deb so'ragan to'rdoshlar. Dukunimning o'rni Yingshan Shayaning qarshi tarafi Bixay o'ltiraq rayonining ostida. Burunqi atalg'usi kon Qashqa mahallasi deb qo'ymiz, burunqi kon To'yoldi bekatmi deb qo'ymiz. Ashning qishida ma Jang Isingning doktorxonasi bor. Jang Ising doktorxonasining qishida Atachi sog'lomlik dukuni degan do'kon kirsanglar, mushu Xotandagi dangliq professor Abdulla Mahmud ustamniki Atachi markasidagi har qanday mahsulotni elib iste'mol qila olasizlar to'rdoshlar. Üstüdeki baş bette ündidar numur var. Aş ündidar numurunu kuş arkalık. Mesele sorsanlar, bilgünümünü bilgünce de bilmem, bilanmağını xotangi telefon uruş arkalık, yüencanladım mesele soraş arkalık. Aş sizinki keslanlığa muvaffaq kiladigan ataçınınki mahsulatıdın Şinjanның bütün yerге saldırıp birvatman, hem saldırıp birman, to'rdoshlar. Şu G'oljiningki, şu Qo'rg'osdan izchil mal evatsizlar, shunchalik xush bo'ldim. Mana shu tor dunyosida to'rdoshlar meni mana shu Qashqa bilan mana shu G'o'lji xalq eng ko'p ko'rdi ekan. Mana shu G'o'ljininki 9 tara deymiz, mana shu Qo'rg'os deymiz, G'o'lji shahar ichi deymiz, mana shu Nelqa mush taraflarga ko'p ishtirib bir ekan. Mush tarafdan mal olgan to'rdoshlar bek ko'p bo'ldinglar. Meni Şinjanның har qaysi noy viloyat, yez shaharlaridan izchil qo'llab kelayotgan barcha to'rdoshlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Yana birsiga shu Abdulla Mahmud ustamniki shu qizil gulqan haqiqiy oftobda to'liq 1 yil qurtildi to'rdoshlar. Mana shu gulqandan bizim elib iste'mol qilib taqsa xo'p degan to'q deydigan to'rdoshlar. Bu Abdulla Mahmud ustamniki qizil gulqan haqiqatan yurakka foyda qildi to'rdoshlar. Bak yaxshi yeb baqqandan keyin bilasizlar, gulqan asli maka, gulqanning ichidagi gulqanka deysizlar. Men nemishqa bu gulqanni mushundaq tashviq qilma desanglar, chunki mushundaq ba'zan yurgim sep ketdi, yurak sal bearamsizlanadi deydigan mushundaq to'rdoshlar qo'yib qolsa, mana shu gulqan foyda qildi ukam. Yurak shunchalik manfaat bo'ldi deb mushundaq inkos beradigan xalqchiq. Shunga mushu Xotandagi dangliq mudir vrach professor Abdulla Mahmud ustamniki mush qizil gulqantini iste'mol qilib baqsa xo'p degan to'q. Jiqiga oldigan pulimiz yo'qdi, ozroq nosum iste'mol qilib baqsa xo'p degan deydigan to'rdoshlar. Gulqanning eg'irligi 1 kilo chiqadi, 1 kilosi 59 qo'y chiqadi to'rdoshlar. Bozorda ba 15-20 qo'yliqni gulqan ba. U gulqanni iste'mol qilsanglar shu shakarni yeysizlar. Ma Abdulla Mahmud ustamniki gulqanni iste'mol qilsanglar, haqiqiy bir gulqanni yeysizlar. Qizil gulli puraydi to'rdoshlar. Şuna maşınaq mahsulotlardan mayli qalqansimon baz o'sim bo'lsin, mayli mana shu yurak qarta qon yetishmaydigan yurak ojiz, mana shu yurak yo'g'inab ketgan, zaiflashgan, mana shu ko'ksida munakchi bor, mana shu qalqansimon bazda masala ko'rilgan, mana shu to'rdoshlar o'qib qolsa qo'rqmay, bosh betdagi undidar nomerimni qo'yish orqali masala so'rasanglar bo'ladi. Telefon nomerim 150 99 29 79 79. Telefon nomerim 150 99 29 79 79. Mush telefon nomerini undidar qo'yish orqali masala so'rasanglar bo'ladi. Rahmat. Butun Şinjandan meni izchil qo'llayotgan barcha to'rdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat.